Futbol olamidagi eng so'nggi xabarlarni yetkazishda davom etamiz. Assalomu alaykum futbol muxlislari. Hozir butun dunyoda trend bo'lib turgan xabar O'zbekiston va Portugaliya o'rtasidagi bahs natijasi bo'lib turibdi. Kecha Jahon chempionati guruh bosqichida O'zbekiston terma jamoasi Portugaliyaga qarshi maydonga tushdi. Afsuski uchrashuv juda og'ir kechdi va Portugaliya 5-0 hisobida g'alaba qozondi. Uchrashuv qahramoni esa yana bir bor Cristiano Ronaldo. U 2 gol urdi va Jahon chempionatlari tarixida ketma-ket 6 mundialda gol urgan birinchi futbolchiga aylandi. Bu hozir dunyo sport nashrlarining asosiy mavzusi bo'lib turibdi. Lekin azizlar, hisobga qarab O'zbekiston terma jamoasining tarixiy yutug'ini unutmasligimiz kerak. Bu mamlakatimiz ishtirok etayotgan ilk jahon chempionatidir. Dunyo futboli grandlari bilan bir maydonda o'ynashning o'zi katta tajriba hisoblanadi. Ijtimoiy tarmoqlarda muxlislar ikki xil fikr bildirishmoqda. Ayrimlari 5-0 hisobni qattiq tanqid qilmoqda. Boshqalari esa raqib Portugaliya ekanligini va jamoamiz tarixiy yo'lni endi boshlaganini ta'kidlamoqda. Hozirgi vaziyatga ko'ra O'zbekistonning guruhdan chiqish imkoniyati ancha kamaygan, lekin hali rasman yo'qolmagan. Guruhdagi holatga nazar soladigan bo'lsak, Kolumbiya 6 ochko, Portugaliya 4 ochko, Kongo 1 ochko, O'zbekiston esa ochkosi yo'q. O'zbekistonning keyingi o'yini 28-iyun kuni Kongo bilan guruh bosqichidagi oxirgi uchrashuv bo'ladi. Guruhdan chiqish uchun nima qilish kerak? Avval O'zbekiston Kongoni albatta yutishi shart. Agar mag'lub bo'lsa yoki durang o'ynasa, musobaqa bilan xayrlashadi. 2026-yilgi jahon chempionatida nafaqat har bir guruhdan birinchi va ikkinchi o'rindagilar, balki 12 guruh o'rtasidagi eng yaxshi 8 3-o'rin sohibi ham play-offga chiqadi. Shuning uchun O'zbekiston nazariy jihatdan hali imkoniyatga ega. Lekin muammo shundaki, O'zbekistonning to'plar nisbati hozir -7. 2 o'yinda ham mag'lub bo'lgan. Oxirgi turda nafaqat g'alaba, balki yirik hisobda g'alaba ham foyda berishi mumkin. Agar foizda baholasak, hozirgi vaziyatda O'zbekistonning keyingi bosqichga chiqish ehtimoli taxminan 5-10% atrofida bo'lib turibdi. Bu rasmiy raqam emas, balki jadval va qolgan ssenariylardan kelib chiqqan taxminiy bahodir. O'zbekiston terma jamoasi tarixidagi ilk jahon chempionatida qatnashmoqda. Guruhdan chiqish imkoniyati juda qiyinlashgan bo'lsa-da, oxirgi turda Kongo ustidan g'alaba qozonish orqali tarixiy birinchi g'alabani qo'lga kiritish imkoniyati saqlanib turibdi. Butun mamlakat endi aynan shu o'yinni kutyapti desak, mubolag'a bo'lmaydi. Fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Siz bilan Tezkor xabarlar kanali bo'ldi. Salomat bo'ling.